Assalomu alaykum kuzatuvchilar, bizni YouTube kanalimizda a'zolari. Xo'p, Belorussiya bo'yicha yana bitta podrobniy video tushuntirib ketaman. Belorussiya o'zi bez vizaviy davlat. Bizda SNGga, O'zbekistonga ham, xususan Belorussiyaga O'zbekistondan Toshkentdan haftasiga 5 marta samolyot uchadi. Belorussiyaga kelishinglar uchun Belarus qonunchiligiga ko'ra qayerga kelayotganingizni aniq bilishingiz kerak, adresingizni, точно qayoqqa borishingizni, qayerda ishlashingizni. Cho'ntagingizda birinchi kelayotganingizda $1,500 pulingiz bo'lishi kerak qonunchilikka ko'ra. O'shani pasportni kontroldan o'tayotganda sanab ham ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Bunaqa holatlar bo'lgan. Agar pulingiz bo'lmasa, manzilingiz aniq bo'lmasa, orqaga qaytarib yuborishlarini ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun Belorussiyaga kelishdan oldin ish joyini aniq qilasiz. Shartnomangiz bo'ladi. Ish beruvchi bilan o'sha shartnomaga asosan kelasiz. Kelib o'sha pogranichniklardan o'tayotganda, pasportni kontroldan o'tganda hammasini so'rashadi, adresini aytishadi, firmasini, hammasini aytib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Belorussiyaga keldingiz, kelganingizdan keyin agar O'zbekistondan to'g'ridan-to'g'ri uchib kelgan bo'lsangiz, onlayn registratsiya qilish mumkin, tekin. Faqat o'sha nimadan ro'yxatdan o'tib, o'sha servisdan migratsiyaning nimasi bor, mvd.gov.by degan sayti bor. O'sha yoqdan saytdan registratsiyadan o'tib, u joyga o'sha qayerda yashashingizni aniq qilib, o'sha joyga onlayn registratsiya qilib olishingiz mumkin. Onlayn registratsiyadan keyin o'shani PDF qilib yuklab olib, hammaga ko'rsatib, sizni tekshirganlarga ko'rsatishingiz mumkin. Shu 3 oyning ichida siz o'zingizga основание olishingiz kerak, asos topishingiz kerak. Belarusda yana boshqa muddatga qolish uchun 1 yilgacha qolish mumkin. Временное проживание deyiladi u. Uning uchun siz o'sha ish beruvchidan shartnoma, o'sha yashayotgan joyingiz bilan shartnoma, pasportingizni переводи va 3 bazaviy величина degan nimasi bor, belgilangan summasi, o'shalarni hammasini yig'ib migratsiya, o'sha hududiy migratsiya bo'limiga borib topshirasiz. Ular sizni pasportingizga 15 kun ko'rib chiqishadi-da, 15 kunning ichida sizga stiker urib berishadi. Временное проживание deb pasport nimalarini, ma'lumotlarini yozib. Endi qayerga registratsiya qilgan bo'lsangiz, именно o'sha yoqda yashashingiz kerak. Uni tekshirib turishadi. Tez-tez kelib aniqlashadi. Agar o'sha joyda yashayotganingiz haqida ma'lumot olisha olmasa, 3 marta kelishadi, ogohlantirishadi, xat jo'natishadi. Topilmasangiz avtomatik vidvariyani qo'yishadi. Endi ishlardan qaysi nima bilan ish shartnomasini tuzganingizdan keyin ular bilan ham xuddi shunaqa. O'sha asos sizga ish beruvchining ishi bo'lgandan keyin shu bilan ishlasangiz, shu asosingiz davom etadi. Agar undan chiqib ketib qoladigan bo'lsangiz, shartnoma buziladigan bo'lsa, migratsiya qonunlariga ko'ra asos yo'qotasiz va o'sha 1 yillik hujjatingiz ham sirazi annulyировать bo'ladi. Va siz yo boshqa ishga o'tib, yana o'sha protsedurani boshqatdan qaytarib qilishingiz kerak bo'ladi, yoki bo'lmasam o'sha ishni oxirigacha yetkazib yoki ishni avval topib olib, pereregistratsiya qildirib, o'sha boshqa joyga o'tsangiz ham baribir yana o'sha hamma qoidalarni boshqatdan bajarib o'tishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, Rossiyadan deport bo'lganlar, viza zapret bo'lganlar ko'pchilik yozyapti. Mumkinmi? Mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Chunki bularning qonuni bazasi bitta, o'rtasida chegara yo'qligi sababli Belorussiyaga kirgan odam Belarusda zapreti bor, Rossiyada zapreti bor, Belarusda ishlashi, yashashi, kirishi umuman taqiqlangan. Oldinlari bor edi, kimlardir pasportini almashtirib kelsa Belorussiya qo'yardi, ishlab yurishardi. Bu yil 1-iyundan boshlab yoki 1-maydan boshlab, asal adashmasam, bazalar ham birlashtirildi. Союзный государство deyishgani uchun hamma narsasi birlashtirib borilyapti. Endi o'shandan keyin bu yoqda pasport almashib kelganlarni ham, familiyasi almashganlarni ham identifikatsiyadan bilib qolishyapti va vidvariyani qo'yishyapti. Shuning uchun bunga juda qattiq ehtiyot bo'lasizlar. Rossiyadan zapret deporti borlar, foydasi yo'q, harakat qilib yurmanglar. Kimdir kirgizib qo'yaman desa,
ishonib, ularga pul berib, ertaga pulinglardan ajralib yurmanglar. Xo'p, yana nima masala? Uy masalasi. $15 uylarni ko'rsatdim. 5 mingligini, 10 mingligini ko'rsatdim. Endi men u uylarni o'zim chorvachilik bilan shug'ullanganim uchun o'sha qishloqda yuraman. O'sha qishloq tomondan kelib chiqib ko'rsatyapman. Lekin odamlar doimgidek noto'g'ri tushunib, oldin 15 edi, keyin 5 ming qilding, 10 ming qilding, ko'p qo'shib yording deb kommentariy yozishadi. U uylarni men sotmayman. Hammasi o'sha joyiga borib, saytini ham qo'yib qo'ydim, topib hokimiyat bilan $15 uylar faqat hokimiyatlardan sotiladi. Topasiz adresini, borib hokimiyat bilan, mahalliy hokimiyat bilan gaplashasiz va keyin uni sotib olishingiz mumkin. Boshqa 10 mingga, 5 mingga, 20 mingga sotayotgan uylarni hammasini o'zini egasini topasiz, egasi bilan shartnoma qilib olishingiz mumkin. Uyni olganingizdan keyin sizga asos bo'ladi. Uyi borga ham 1 yilga временный проживание beriladi. O'sha uyingizga registratsiya qiladi. Faqat sharti siz o'sha uyda yashashingiz kerak. Agar uyga propiskamni qo'yaman deb boshqa joyda ishlayman desangiz, o'tmaydi u. Keyinchalik baribir bilib qolishsa, vidvariyni bo'lishiga asos bo'lib qoladi. Shuning uchun qishloqlardan uy olmoqchi bo'lsangiz, shaharda ishlamoqchi bo'lsangiz, временный registratsiya bilan qanaqadir ko'chirib, boshqa qilib, qonuniy ishlashga harakat qilish kerak. Shaharlarda unaqa summaga uy yo'q. Ular ham o'zlari ham, belaruslar ham $15 uylarni shaharga yaqin joylarda olib qo'yishgan. Ko'proq uylar qishloqlarda, uzoq joylarda, hech kimga kerak bo'lmagan, to'g'rirog'ini aytganda shunaqa joylarda. Hozirgi kunda davlat reyestrida 480 ga yaqin shunaqa uylar borligini men internetda ko'rdim. Xo'p, endi shaharlarda kvartiralarni olish birmuncha qiyin, chunki migrantlarga kvartiralarni shartnoma asosida berish juda qiyin, topish qiyinda. Nima bo'lib qolishgan, yoki kimdir aldab ketgan, yoki unga javobgar bo'ladi. O'sha tomonlarni o'ylab ko'pchilik qo'rqadi. Undan ham kvartirani hal qilib kelish kerak. Обязательно ko'chada qolib ketish hech gap emas. Shuning uchun oldin kvartirani hal qilib, ish joyini hal qilib Belarusga kelsanglar adashmaysizlar. Biznes qilish masalasi. Biznes qilish bemalol. Qonun qoida bilan solig'ini to'lab, hamma narsani qilsangiz, choyxona qilasizmi, oshpazlik qilasizmi, kafe qilasizmi, do'kon yuritasizmi yoki bozorlarda savdo qilasizmi? Yuridik shaxs maqomiga ega bo'lishingiz kerak. Ishlash kerak u yoqda, ish o'rni bo'lish kerak. Hamma narsa qonun qoidasi bilan. Hamma tovarlar nakladnoy bilan olinish kerak. Sotilganda chek berilish kerak. Qonunlar ishlaydi. Shuning uchun harakat qilinglar, shunaqa holatga tushaman desanglar ishlashingiz mumkin. Endi yana qanaqa chorvachilik bilan shug'ullanishni ko'p so'rashyapti. Chorvachilikda ham xuddi o'zini nimalari bor, qonun qoidalari bor, hamma narsasiga amal qilish kerak. Bu yoqqa kelib mollarni yig'ib O'zbekistonga olib ketib qolaman, olib ketsa bo'ladimi deyish noto'g'ri. Uning uchun oldin siz bu yoqda yetishtirib qo'yishingiz kerak. Yetishtirgandan keyin mana O'zbekiston hukumati yaqinda kelib delegatsiyalarimiz uchrashib ketishdi. Balki bironta yengillik chiqsa eksportga ham yo'l ochib berishar. Lekin hozirgi kunda faqat naslli mollarnigina eksport qilishga ruxsat berishadi. Naslli mol qilish uchun siz uni boshidan boshlab, bitta ona, bitta otadan boshlab yig'ib kelib ko'rsatib berish kerak hujjati bilan. Bularda sistema bor. AIDS degan sistema. Tug'ilgandan boshlab o'lgangacha molni tarixi nimada saqlanadi. O'sha o'zingizda profilingizda saqlanadi. Hamma emlangan, emlamalari yo'q, boshqa hamma narsasi. Endi uni kim kelib shug'ullanaman desa, keyin savol bersa, uni podrobni o'rgatib ketamiz. Xo'p, mana shunaqa gaplar. Yana qanaqa savollar sizlarni qiziqtirsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Faqat kommentariyalarda yozib, nimalarga, gruppalarda yozsanglar, menga osonroq bo'lardi, hammangizga birdan javob berib ketish. Chunki har doim vaqt ajrata olmayman. Ko'p ishlaymiz, biz ham bu yoqqa ishlagan ekanmiz. Faqat odamlarga manfaat bo'lsin deb ko'rsatib yuribman. Endi kommentariyalarni o'qib bir xilda jahlim ham chiqib turibdi, shu narsani qilmasam hammikin deb. Lekin mayli, unaqa ham uchrar ekan, iloji yo'q. Nima deyishsa deysin, oxiri hammasini o'zi tasdig'ini topadi. Noto'g'ri ma'lumot qo'yishdan saqlanamiz. Undan eshitib, bundan eshitib hech qanaqa ma'lumot qo'yganimiz yo'q. Faqat hammasini
o'zim bilgan narsalarni qo'yaman. Bilmagan narsamga aytyapman. Men u sohadan xabarim yo'q. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Keyin yana bitta joyi bor, rus tilini bilish kerak. Ko'p sohalarda, xizmat ko'rsatish sohalarida rus tilidan imtihondan o'tiladi. Imtihondan o'tish uchun siz umuman doktordan o'tishingiz kerak. Uni to'lovi где-то $70. Imtihonga bir $20-30 to'laysiz. Xullas $100 bilan siz 15 kun ichida imtihon oladi sizdan. Masalan, oyning boshida va oyning o'rtasida imtihon bo'ladi. Unga yozdirilasiz va o'sha institutlar bor, universitetlar, o'shalarga borib imtihon topshirasiz va shu tartibda imtihondan o'tasiz. Yana qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda bo'lib yozib nima qilib kuzatib borsanglar, kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar. Yaxshi ma'lumotlarni bundan keyin qo'yib boramiz YouTube'ga ham.